Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 7-ci soniga hoş geldinglar. Bugün biz to'liq iftixor bilan Guliston Aziz xonimni ekranimizga taklif qilish sharafiga muyassar bo'ldik. Ekranimizga hoş geldiniz Guliston xonim. Hoş bulduk. Meni taklif qilganingiz ko'p rahmat. Rahmat. Endi Guliston Aziz xonim Uyg'ur davosini yaponliklarga anlatışda her türlük medyalarga çıkıp özünün süzük, ölçemlik, ravan yapıntısı bilen bu davanı bir baldak yukarı seviye götürgen. Götürgen bolsa namayışlardaki jaranglık, coşkun, şuvar ve nutukları bilen Xitay olgan gazep nefret bilen Yapon dünyasını zil keltirgen. Endi biz Guliston Aziz xonimni özünü bir tanıştırıp ötüşüge teklif bulsak, hani özünüzde bir tanıştırıp ötsünüz. Bo'ldi, rahmat. Ismim Guliston Aziz. Yaponiyaningki Chiba viloyatida yashayman. Yaponiyaning bir shirkatida oddiy xizmatchi bo'lib ishlayapman Yaponiya ichida. Men Yaponga 2005-yil kelgan. 2005-yil kelib 2009-yili Yaponiyaningki texnik maktab, undan keyin 2 yillik oliy maktabga qo'shib 4 yil Yaponda muqim tarbiya oldim. Odatdagi bir Yaponda yashayotgan bir Uyg'ur to'plamininki bir a'zosi deb o'ylayman o'zimni. O'zimga tushuntirishim mushagicha bo'lsin. Rahmat. Atilla tanıştırış kıldınız, emniyet siz Yaponda çıkış kıldınız. Hem de yakında siz Yapon'daki Kunimori degan bir partiyasiga a'zo bo'lib parlament saylovida qatnashdingiz. Bu partiyaning siyosiy mezoni nima? Bu partiyadami Uyg'ur davosini anlatqil bo'lamdi? Bu partiya Ama bu partiyanınki xarakteri bu Kunimori deganimiz, Kuni degan davlat, Mori degani qo'g'dash degan, davlat qo'g'dash partiyasi deb nom berilgan partiya. Buning asosiy vazifasi nima desangiz, hozirgi shu Yaponiyaning ichidami intayin Xitoy bilan bo'lgan munosabat zich holatda. Biz 10 yildan beri Yaponiyada yaponliklarga shuni Uyg'ur masalasini anlatib, bizning burunqilarni aytganimizda Pemagar bu apandim deb Tibetlik bir apandim bor. O apandim shu bir 30-40 yilga yaqin Yaponiyada Tibetlarning masalasini anlatib kelib ekan. Keyin Uyg'ur davosini Ilhom Ahmad apandim boshchiligida 2008-yil qurilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki nemisida jamiyatida asos qilib shu Yapon xalqiga Uyg'ur masalasini anlatish. Buning maqsadi Yapon xalqininki Xitoy bo'lgan tunishini o'stirish, davomli Xitoyga olinib ketmaslik. Shuningga qarata Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga biroz orliq qo'yish, hamda Xitoyga eqiyotgan Yapondan kelayotgan foyda manfaatlarning Xitoyga eqishini to'xtatish degan bir maqsad bor bu yerda. Shu 10 yildan beri shu xil arzu armon bilan faoliyatdan elib berildi, nurg'un namoyishlar bo'lindi, nurg'un masalan o'rganish yig'inlari bo'lindi, ammo bir turlik Yaponiyaningki siyosiy atmosferasida Xitoyga bo'lgan qarshilik, norozilik yoki Xitoy bilan orliq saqlash degan kayfiyat shakllanmadi. Buning sababi bu uzun muddat Xitoy bilan Yaponiyaningki davlat bilan munosabatiningki normallashganga 50 yil oshdi dedi. Bu 50 yil jarayonida bu Xitoylar intayin xiriyalarda o'zlariniki o'ziga moyil yapiliqlarni setib olib, o'ziga moyil har xil deymiz shu xil yapiliqlarning qo'li bilan o'ziga intayin foydali bo'lgan siyosatlarni Yaponiya ichida yurgizib keldi. Odatdagida o'ylasangiz nurg'un Xitoy o'quvchilar Yaponga keldi. Yaponga kelgandan keyin bular Yaponning hukumatidan qaytirmasin bo'lgan o'qish mukofoti ola oladi. Ayga $1,500 ortiq pulni har oyda bular maosh qilib ola oladi. Boshqa davlatlarda bu yo'q deb o'ylayman. Chunki Amerikani o'qish qilganlar bildi, Amerikaga o'qish pul to'lagan chog'da yerlik xalqdan ikkisi o'qish puli yuqori to'lab o'qimasa bo'lmaydi degan bu. Odatda.
Lekin Yaponda Xitoylar kelsa, bu Xitoylarning o'quvchilari Yapon hukumatidan o'qish mukofot puli qaytarish hojatisiz bir mablag'ni elib, orqadan yana o'zi xohlasa u yerda ishlab deganda qilib, bu Yaponni nima deymiz, bir xil so'mirga bahsiga aylantirmoqchi. Buni shu davlatni qo'g'dash partiyasining ichidagilar uzun Uyg'urlarniki davasini olib kelgan. Eng muhimi 2009 yil Urumchi vaqasi bo'lgan chog'da shu partiyaniki qurg'uvchisi bo'lgan odam Mizjima So degan apandim, u apandimniki bir YouTube kanali bor endi, media taratqusi bor. Shu taratqusida haqiqiy bir nimani bergan. Boshqa Yapon ichidagi nopuzliq medialar Xitoy bergan ma'lumotlarga asoslanganda Uyg'urlar to'plam qo'zg'adi, uni Xitoy hukumati bostirdi degan shaklda nima berdi-da, axborot berdi Yapon xalqiga. Ammo shu apandimniki axborot vositasilar haqiqiy gapni qildi. Uyg'urlarning asli bunday to'planishi shu Guangzhoudagi o'yinchoq zavodida urib o'ldirilgan Uyg'urlarningki haqqini qo'g'dash uchun elib berilgan faoliyat buni Xitoy hukumati qalliq bostirdi deb rost gap qildi. Faqat shular shu yerda shu taratqular haqiqiy rost gap qilgan taratqu hisoblandi. Bu partiyaning qurg'uvchisi Mishima So apandimi bunday ketaversa Yaponiya Uyg'urga o'xshash Xitoyniki bir avtonom rayonga aylanib qoldi degan xatar tuyg'usining ichida shu Yaponlarni uyg'otish, Xitoyga bunday olinib ketavermaslik, Xitoyniki sömürgüsü holatda bunday mengiverishi, siyosiy atmosferaning o'zgarmasligi bu Yapon uchun bir xatarlik bir ahvol ekanligini tushunib yetgan bo'lg'achqa, shunga bu qatam partiyaga qatnashgan deb nimami keldi. Bila qatnashib shu Uyg'urlarning masalasini anglab, Yaponlarningki davomli Xitoyga olinib kelishini oldini olish uchun biz bilan birga faoliyat qil degan nima chaqiriqmi keldi. Shuning uchun men bunga qatnashdim. Buningdagi asosiy maqsad meningki qila oladigan ishim faqat Yaponlarga Uyg'urlar Xitoyga besilgan Uyg'urlarningki besilgan zimin ekanligi, biz Xitoy besilgandan keyin Uyg'urlarning hozirgi lagerlarda o'ldirilish sababining shu Xitoy mangulik shu tuproqni o'zining qilib olish uchun qilayotgan bir rahimsizlik, qatliam, irqiy qirg'inchilik ekanligini anglatish. Shu orqali Yaponlarga bundan keyin davomli Xitoy bilan yaxshi o'taman deyishniki bir tush ekanligi. Xitoy o'xshash Yaponni besib olsa, Uyg'urlardan ortiq Yaponlarning qirg'inchilik uchirish ehtimolligining yuqori ekanligini anglatish. Mening vazifam shu. Bak yaxshi bo'ldi. Haqiqatan bir partiya bir millatningki uchrayotgan zulmini asos turib o'tirib chiqishning o'zi bu cho'ng bir ish. Sizningki shu partiyaningki har qitimliq faoliyatlarda so'zlagan nutqlaringizni angladik. To'liq ta'sirli. Uningki asos qismi Uyg'urlarningki dadi. Bu bak cho'ng bir ish. Hisobdan Yaponda Uyg'urlarni bilish, Uyg'urlarningki uchrayotgan zulmning mohiyatini tushunishda cho'ng rol o'ynaydi deb qaraymiz. Sizningcha Yapon degan davlatning o'zi nima uchun Uyg'urlarga muhim? Yaponliklar bizga qanday qaraydi degan misol oddiy qilib bir javob berib qo'ysangiz. Bo'ldi. Endi Yapon degan davlatning muhimlik sababi birinchisi bu Yapon o'z vaqtida Ikkinchi dunyo urushi mezgilida bizniki vatan bilan zich munosabati bor bir davlat. Shu vaqtdagi Yapon samuraylari o'z vaqtida shu vatanimizniki qurilishi, shu yerda shu rayonda bizning vatanimizning turilishi muhim ekanligini tushunib yetib bo'lgan. Boshqa aqaniq davlatlardan baldir tushunib yetgan bir davlatda. Shuning uchun bular o'zlari pul chiqarib, shu kommunizmningki tiximdan tarafga o'tib ketmaslik uchun Manjuriyani, Tashqi Mong'olni ham Uyg'urlarningki nimasini shu kommunizmni to'sab turgan bir tam shaklda shakllantirib buni kirgizib bo'lgan ekan. Buni keyin biz o'rganish qilish orqali tushundik. Demak, shu vaqtdagi Ikkinchi dunyo urushi mezgilining oldidagi Yaponiyaning samuralari bu butun Osiyoning ichida shu kommunizmning tiximdan butun Osiyoni qoplamaslik uchun shu tamni biz yasamasak bo'lmaydi deb shunga bular Manjuriyaga kirgan, endi Mong'oliyani orqadan qo'llagan, endi bizniki Uyg'urni qo'llash uchun harakat qilgan vaqtda bularda Osmonli podshosi
Sharq Turkistonga akirish uchun Amerikaga olib boribdi ekan. Amerikadan mushtaq vatanga akirma. Dal shu vaqtida shu Osmanlı'nın şahzadesi Amerika'da suikastga uchrab o'ltirib etilganda, shunlar bizniki bu vatanning ichida Ovoz anglamay qoldimi? Ovozingiz chiqmay qoldi. Güliston xonim, ovozingiz yo'q. Ovozim Endi anglandi. Bir üzülüp kelyapti da. Endi mening ovozimni oldingizmi? Ketib qoldi sizniki ovozingiz. Shu Güliston xonimninki ovozi chiqishdan burun. Endi anglandi. Endi endi bo'lish kerak. Güliston xonimninki ovozini qayta kirib boqamsiz yoki endi anglandimi? Endi anglandim. Demek şu yapılar xeyli burundan şu Uygurlarninki işlariga ko'ngil bo'lib, xeyli burundan buningga faoliyat olib borgan ekan. Hatto Мәмтүмен buğrağımı yapıllıqlar qural berishni va'da qilgan ayni chog'da. Demek ki hozirgi vaziyatda yapıllarninki Xitoylar bilan bevosita foyda manfaat munosabati bor va Xitoylarninki yapıllıqlardan ilib bo'lmas o'chi bor. Bu Uygurlar uchun zo'r bir fursat. Yapında Uygurlarning da'vosi chuqur olg'a bosish kerak va uningdan natija ko'rilishi kerak deb qaraymiz. Hamda bugun chet eldagi Uygurlar orasida Sharqiy Turkistonning jumladan Uygurlarning siyosiy taqdirini hal qilish masalasida o'xshamagan ikki xil yo'l Güliston xonimniki uzilib ketdi. Bu bizning endi yaxshi yo'lda. Endi chiqdi. Endi oldingizmi? Mening ovozim olandimi? Shu Xitoylarninki hujumga uchrab turibmiz. Shuni ba'zida to'g'rilar shunday bo'ladi, lekin savolni qaytarsam, bugun chet eldagi Uyg'urlar orasida Sharqiy Turkistonning jumladan Uyg'urlarning siyosiy taqdirini hal qilish masalasida o'xshamagan ikki xil yo'l kun sari aniqlikka erishib, o'ng va so'l degan atallar bilan muqimlashib kelyapti. Savolim, siz mushu ikki yo'ldan qaysisini texim to'g'ri, texim foydali deb qaraysiz? Mustaqillikmi yoki Xitoydan ayrilmay turib, yuksak avtonomiya, barobarlik, kishilik huquq talab qilishmi? Mening shaxsan ko'z qarashim, o'ng so'l degan atalg'ular bir muqim bir davlatda bor. O'z davlatning ichida qonun sistemasi, axborot organlari va siyosiy faoliyatchilari ayrim intayin sog'lom holatda ishlayotgan bir mexanizmning ichida turg'izilgan bir davlatning ichida o'ng so'l degan tarafdor kishilar bor deb o'ylasak, u to'g'ri bo'ldi. Bizda vatanimiz yo'q. Hech nimamiz yo'q. Vatanimiz besilingan 70 yildan beri ko'rgan bir millatning ichida o'ng so'l degan yo'l yo'q. Faqat bir yo'l bor. U bo'lsa vatanni qurish. Ovozim oladimi? Ya, to'g'ri.
Şoňa ýyly men solçyldyk, men oňçyldyk diýdigan undaq iş bolmaýdy äsli. Togry ýolsy Vatany quruş. Vatany quruş üçin nima qilishimiz kerak degan şuла bir ýol bar. Bir ýol bar. O vatan qurulyp bolgandan keyin axbarat organlarymız kim şpion, kim saqy ketýärdi, kim vatan üçin jan köýdürýärdi, kim bu milletni setýärdi degендek har xil uçurlar bilen şu xil güçlerine karşı zerbi bereleydigan bir sağlam bir organlarımız kurulup bolgandan keyin men oňçydym, men solçydym dep başka tarap çıksa o jada boldu yana. Lekin hazırkıdak vaqtida ya men oňçydym, ya men solçydym diýiş ýok. Bu fakat men oňçyl degen meselede togry gelsek şu vatany quruş degen bir ýolumuz bar bizninki. Şoňa endi bunu oňçyl dep turarsaňlar oňçyl. Oňçylykdan başga ýol ýok. Çünki bizning vatanymyz ýok. Vatanymyz ýokken vatany quruş üçin nima qilishimiz kerak? Şundan bir Mesela hazır her qanday ýerde teşkilatlar bar, her xil teşkilatlar bar, her xil işler kılatıdı. İnta yaxşı emiz küçük kuratıdı. Ama nişan nimo? Nişan autonomiya ilişmi, kişilik hukuk ilişmi, yoki vatan dep ana vatanymyzga qaytışmy, bizning nişanymyz nimo? Şu ýerge garasak, bu chet elde bizni hiç kim köz gelmeydi. Karşısınız pasportu Xitayga oturup atkan, çıray karısı Xitayga okşumay atkan. Özüňizdiň kimligini düşendiriş üçin men Uygur Abdum rayonundan kelgendim. Hazır Xitayning territoriýasyna içe kirip kalgan bilen asli bu degen Şark Türkistan degen bir döwlet idi dep onu düşendiriş üçin bir munça ýollany meňişimiz togry keldi. Bunda ýaşaýryşga razymysyz dep. Belki her kanaq bir adam özünden şun muşu ýol togrymy zady biz üçin. Bizge nime kerek? Muşu chet ellerde musapir bulup jürüp yaxşı gün görüyatkanlarımız bar, yaman gün görüyatkanlarımız bar. Öýdük atalarımız tügep kesdim o 20 ýyl bir ýyldan keyin habar tapatkanlarımız bar. Bazlarymyzyň tejaman biharaman berip kewatkanlarymız bar. Bazlarymız boýadam tutup aldy, apam tutup aldy dep goýup telefon ursun buldykan degen anlap derhal telefon kılıp görüşüyatkanlarymız bar. Emnet özüni kılatkan şerketiniň özü kandak ziyan keldiğini oýlamay kılatkan insanlar bar. Şu insanlar davanın içinde jürüp atkanlar bar. Demek maksat enek emas, yol enek emas, ahirki beket enek emas. Bundak kitebersek, yeni bir qıtım, 3 qıtım Xitay bilen işip, 3 qıtım Xitay'nınki müstemlekisi bulup qilish. Endi biz tügsek oldu, biz bu dünyanın haritisinden 3 yoqap ketsek oldu. Sizin arzuýuňyz şumy? Her qanaq resim ve tutkiýany çıkaramay kaldık. Lekin aç resim bizning ikinci qıtım Türkistan'daki askerlerinin Mavzudun resmini, onun arkada Ahmetcan Qasım'ın resmini götürüp algan bir şermende bir resim. Hem de şundan qarasak mı? Biz tarihten müstek geldik, Xitayga aldınıp, yine biz bir bular bilen bir o'ttirdiki bir yol tüzep, bular bilen bir değişsek, yani işlerimiz yaxşı bolamdyky desek, bu akmaydı demeksiniz. Buningdiki faqatla birden bir yol, Şarkı Türkistan'ınki mustaqillik üçün kuraş qilish ve dövletimizdeki mustaqillikini asli keltirish. Bu gepiniz hakikaten to'g'ri. Biz hatta solchi deb ayrilib chiqib ish qilyapmiz deyishimizning o'zi aqlga sig'maydi demoqchi. To'g'ri. Hakikaten qarşınızdan aytım yaxshi ekan. Hamda biz yana bir savolni sizdan so'rab baqilay. Siz chet elga chiqqandan beri barliq faoliyatlaringiz, so'z va harakatlaringizda boshdan tortib mushu tashabbusga bo'ldingizmi? Ya'ni Şarkı Türkistan'ınki mustaqillik yoki keyingi çağlarda tajriba saboqlarini yakunlash, Xitoyning ahvoli va dunyo vaziyatini kuzatish orqali bu tashabbusni to'g'ri deydigan qarash keldingizmi? Siz aslida mustaqilchilikdingiz yoki keyingi o'zgarishlardan andin mustaqillik bizga birdan bir yo'l ekan degan qarash keldingizmi degan bir savol. Siz shuni şahsen men şu chetga chiqish jarayonimdan alsam, men vatan ichida nurg'un narsalarni ko'rgan bir hesapda bo'lmanda. Men vatan ichida 1997 yıldagi G'o'lja vaqasida nimani ko'rdim desangiz, shu o'rta maktabga o'qiyotgan vaqtim, Urumchida qaytib uyga borgach 2,5 soatlik yo'lni piyoda ketdim. Chunki u vaqtda bütün avtobuslar to'xtab o'tgan. Shu avtobus to'xtab o'tgan cho'ng yo'lda meňatgan nima desangiz, aqsiga harbiy mashina aqsida bir top askarlarni, shu liq to'shqizgan askarlarninki shu mashinaningki quyrug'i 2,5 soat uzilmadi. Men shu vaqtda bunchajik askar näden kelib, nä ketyotdi degan shu vaqtdagi vaqtimda o'ylagan, shu vaqt kallamda o'ylagan.
Keyin mening nima his qilganim nima desangiz, biz vatandagi vaqtida buni jiqla his qilmaslik mumkin. Xitoy bizni uzluksiz aldab keldi. Xitoycha til bildigan yoki Xitoy o'zlari o'zining yaqin sodiq quli deb hisoblaganlar ne amal verdi, gösterdi. Aksicha Uyg'ur taraf turayotgan amaldorlarni qaslab o'tiribdi. Shatkul vaqasimi asli dadasini o'tamoqchi bo'lib qizi o'lib ketgan boshi barqlash vaqasi esimizda bor. Balkim Shatkul degan taniq kino artistimiz ayol cho'lponimiz. Shu vaqtlardagi shu nimalarni o'ylasangiz, shu Uyg'urum deganlar ziyon tortdi. Uyg'urum deganlar o'ldirdi, suiqasd uchirdi. Agar men Xitoy bilan yaxshi yashayman, Xitoy mening akam deb yurganlar o'sdi, amal o'sdi. Chet elga shularning ballari chiqdi degandek bo'ldi endi. Bir mezgil shu, chet elga chiqa oladiganlarning o'zimi nurg'un elgakdan o'tgan, sas qolgan Xitoy ishonchlik deb o'ylaganlar chiqadi. Ammo bir oddiy fuqaro bo'lish butunlay 2000-yildan keyin bir chet elga chiqish fursatiga ega bo'ldimda. Shu vaqtda bir pasport ishlatishimi men shu Pashtuniki odamlarga men 2 haftadan ortiq mangdim. O'xshash bir tamg'ini besib berish uchun 2 haftadan ortiq mangdim. Bu kasam bugun ketib kel, boshliq yo'q deydi, tamg'i yo'q deganda qilib boshqa 2 haftadan ortiq saqlatadi meni. Shu vaqtda nima desangiz bir ko'rib, bu ukam bunda qiynalg'ichilik, mavzunda necha tutib qo'ysangiz birdan besib berdi dedi. Amniyatda men hech qanday bir yo'lsiz bir ishni talab qilmayapman. Faqat chetga chiqmoqchidim, pasportimni bajarib bering degan. Shu normal bir oddiy aqlimga ilish uchunmi men shularga para o'tmasam bo'lmaydigan bir vaziyatda. Demak, nima desangiz, bu yerda bizningki Uyg'ur oddiy xalqlarning qadri yo'q bir vatanimiz. Shu vaqtda mening ideyam. Shu bundaq odamning qadri yo'q yerdan men ketaman deb chet elga chiqish orzuyim edi. Shunga chiqqan bu yerga. O'rganish qilish nima uchun? Demek Japonga kelib nimani bildim desangiz, men o'z vataniga vaqtida shu Ana yurt degan romanni o'qigan. Ana yurt romanida o'qiganlar bildi. Nuriya apandim deb shu bosh qahramon bolalar, vatan ikkinchi qatorliq Sharq Turkiston davlatini qurish uchun nurg'un to'klan qo'shgan qahramonimiz. Shuni orqadan o'tirayotgan Uyg'ur. Orqadan o'q etib o'tirayotgan Uyg'ur, Altay tag'nashir o'tirayotgan Uyg'ur. Ben shularni ko'rib, Uyg'urning qo'li bilan Uyg'urni yo'qotish degan shu vaqtlardan boshlab bakan to'xtab. Shu vaqtlardami Uyg'urni ishbiyon qilib tarbiyalab, Uyg'urlarni orsiga singdirib o'tish degan ishlar shu vaqtdan bakan to'xtab. Ammo chet el chiqqandan keyin nimani ko'rdim desangiz, chet eldami vatanga o'xshashroq bir kayfiyat bakan. O'qigan, o'qimagan, yoki bo'lmasa vatanda o'rni va Palaniyada kadr, Bukuniyada sadir degandek shu xil jamiyat yana vatanga o'xshash jamiyat bizning chet eldagi Uyg'urlar ichida bor ekan. Lekin chet elga chiqib men bir oddiy bir o'qishga kirmagan bir oddiy bir ayol bo'lish bilan undaq cho'ng ishlarni o'ylamaydim. Faqat bilganim dunyo Uyg'ur qurultiyi deb cho'ng bir tashkilotda bor ekan. Rabiya Qadir xonim boshlig'ida men aytibdi deb. Men tunishgan vaqtim shu, bilgan vaqtim. Endi Rabiya Qadir xonimni o'yliqi yaponlar o'z Yaponga 2006-yilda taklif qilib akeldi. Akelgandan keyin hamma Yaponda Uyg'urlarningki shu masalasiga ko'ngilayotgan bir kayfiyat bor ekanda deb men shu vaqtda bildim. Yapon Uyg'ur jamiyati qurilgan chog'dami intayin aktivlik bilan qilish men barliq faoliyatga qatnashib to'g'ri. Onunla kim qatnaşdı? Ben aslında kurulgan vaxtıda ben faqat ayaldım. Faqat qatnaşıp kurumuz degan vaxtıda ben kızım dadısını qatnaş qo'llayman aqanda boshqalarningki uydagileri kadr hökumatdan xizmat ayrılıb qalgan qo'qsin bizning uydagilerimiz dekan bo'lgandan keyin ayrılıb qalgan maaş qo'qilgan bir narsa bo'lmagan ekan qilsang bo'ldi men aqini qo'llayman deb qo'llash pozitsiyasi bo'lgan. Şu ben aşağı vaqtda kalamda Dünya Uyg'ur qurultiyi shu bo'yicha mangsa biz vatan qurilsa shu hukumatimiz bo'ldi deb shu vaqtda shunaqa o'ylagan. Lekin men keyin bu faoliyatlar o'zimman kirib qatnashib nurg'un yil qilib ko'rib nimqandan keyin men shu vaqtdan boshlab shu mustaqillik bizning nishonimiz deb mustaqillik uchun bo'latdi bu ishlar deb o'ylagandim. Nurg'un odamlarga o'xshash, to'g'ri. Shu keyin es qilganim ko'rganim bu mustaqillik bo'lish uchun cho'qim to'g'ri yo'lda menishimiz kerak. Masalan, shu lager chiqdi, shu masala anglatdi, hech kim guvohlik bermagan chog'da men birinchi guvohlik berdim. Chunki guvohlik bergan chog'da qarshi chiqqanlar bo'ldi. Bunaqa siz qolgan uydagilaringizga ziyon solsiz, u bu deb. Shu endi bilmay qolgan uydagilarimga ziyon solganimni ham ziyon soldim. U endi ammo
cho'qim bir odam bir ish qilish uchun cho'qim birasi qurbonlik bermasa bo'lmaydi bu. Masalan, qo'lni kesmaguncha jon chiqmabdi yoki bo'lmasa jononga jondan kechmay jononga yetkil bo'lmabdi degandek bizning ot so'zlarimiz bor. Demak, bir kimlari bir qanday yerlarda bir kim o'zini qurbon qilsa bu yo'l ochilmaydi. Şoňa men birinji guvallyk berdim. Çünki inimni akirketdi, inimni akirketken haberini elip turup, men jim yetwasam, inimni hiç kim çıkırıp bermeydi. Hiç kim çıkamaydı. O Xitay hökümet qo'yib, ben o inisininki tutup alganını görüp, belki jim yetip bergechke biz asla çıkıp koydu dep çıkırıp bermeydi inimni. To'g'ri. Şoňa men o çağda şu wagtda mayli qandal ish bo'lsin, men inimni uchun cho'qim o'zim guvallyk berishim kerak ekan deb shu yo'lni tanladim. Demak, ba'zi yo'llarni biz menishimiz to'g'ri keldi. Bunun ichida nurg'un xatar borligini, intayin risk, masalan, nimdaymiz, xiyim xatarni saqlab turgani, uydagilarimizga avarchilik tepkildigini bilgan asosdami menishimiz to'g'ri keldi. Nima ish qarasangiz, mangmaymiz, jim turib olamiz deydigan tanlash yo'li yo'q. Jim turib olsaqmi o'tiradi. Biz ya malal bizni manda qilyotidi bu hech qanday bir qonun to'g'ri kelmaydigan, hech qanday bir odamlik to'g'ri kelmaydigan ish deb Xitoyniki jinoyatini pash qilsaqmi, baribir ziyon keldi bizga. Pash qilmasak teximdan cho'ng ziyon keldi. Pash qilsak hech bir ma'noda butun xalqaro ba'zi Xitoyni ajab bir mush bir narsa qilsam bo'ldi deb o'ylab turganlarga azroq bo'lsin biz nima beramiz, qurol beramiz ularning qo'liga. Şu arqılıq azraq bolsam Xitayning kuchini ojizlatishga tökümüz qo'shildi bu yerda. Ba'zilarimiz bir adam nima deymiz? Heyman emas, yoki Superman emas, yoki Kapitan Amerika emas biz. Bir adam bir ish qilmaymiz, ammo bir nima bo'lsin bir ish qilish uchun bir adam bo'lsin oldiga menishimiz shart. Qo'limizdan kelganini qilishimiz shart. Qo'limizdan kelganini qilishimiz shart. Nima ish qilsangiz mush Xitoyninki bir mushu sadjin sepilni o'xshasak, mush sadjin sepil qo'yib qo'ygan shu toshni bir tal qishni bo'lsinmi biz o'rgatishimiz kerak. Hech bir ma'noda birimizningki shu ishga bo'lsin kuchimiz yetadi. Jim turvasak-chi desangiz, bu sadjin sepilga qishni qo'yib bergan bilan o'xshash shu. Demak, Xitoy taxtdan o'rish uchun bir Uyg'ur bo'lganmiz, shuni bir tal qishni bo'lsinmi, shuning taxtidan o'rgatish uchun biz yo'l menishimiz kerak. Qo'limizdan kelganini qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelganini qilmaymiz deydigan yo'l yo'q. Qilmaslik Xitoy hukumatiningki taxtini mustahkamlagan, Xitoy hukumatiga teximdan foydali sharoit yaratib bergan bo'lib qolamiz. O chaqda o'zi bir jinoyat bo'lib qoldi. Jinoyat amiyatliq o'xshash jinoyat hisoblanadi. Bizmi jinoyatchi bo'lib qolamiz o chaqda. Jim turib olsaqmi bo'lmaydi, cho'qim vatan uchun ish qilishimiz kerak dedingiz. Demak, boshdan oyoq qilgan nimalaringizda, faoliyatlariingizda o'zingiz amaliyotda bizga bir mustaqil vatan kerak ekan, birdan bir chiqish yo'li ekan degan asos turib qildingiz. Ammo siz endi masalan Dunyo Uyg'ur qurultiyi degan tashkilotlarning orqali menish jarayonida bu yerda ishning unda emas, unda mangmayotganligini his qildingiz. Lekin qalbingizda siz cho'qim mustaqillik uchun qilyapman deb qildingiz ham. Demak, bu javobni aniq bo'ldi. Endi yana bir savol. Dunyo Uyg'ur qurultiyi haqida bir raysinash ilib berilgandi burun. Xabaringiz bo'ldimi yo'q, bilmayman. Bu raysinashda Dunyo Uyg'ur qurultiyining Sharqiy Turkistonliklarga vakillik iddaosini xalq ma'qullamdi yo'q, shuni aniqlash maqsad qilingan. Natijada zo'r ko'pchilik Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qila olmaydi degan qarash ekanligi o'tirg'a chiqdi. Sizningcha Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarning siyosiy orzusiga vakillik qila olamdi? Siz bu o'tkir bir savolga javob berib bakkan bo'lsangiz. Bu intayin bir murakkab savol deb o'ylayman, chunki ularning nishoni nima? Dunyo Uyg'ur qurultiyininki hozir qilayotgan faoliyati barliq faoliyatlarninki eng oxirgi nishoni nima degan to'g'riga qarashimiz kerak. Bunga adil baho berish uchun. Agar ularning nishoni vatanni qurish. Vatan qandayroq vatan qurish? Masalan, demokratiya deymiz amaliyotda, demokratik bir davlat quramiz deylik. Ularning nishoni shu demokratik davlat qurishmi, diniy bir davlat qurishmi, yoki bo'lmasa Sharq Turkiston degan burungi davlatni qurishmi, yoki bo'lmasa Uyg'urlar
eng cho'ng ziyonkashlikka uchraganlik uchun Uyg'urlarni asos qilgan bir davlat qurishmi degan yerga qarashimizga to'g'ri keldi. Ham ular shuni nima deymiz? Amalga oshirishga kuchi yetamdi. Birinchi, ikkinchisi. Chunki buning orqadagi kuchlarga qaramasak bo'lmaydi. Dunyo qurultayning orqasida qanday kuch bor degandek. Endi xalqaro jamiyat qarasangiz dunyo qurultayi eng kuchli kerak bir tashkilot hisoblanadi. Tashkilot hisoblanadi. Hukumatimiz bo'lsa, hukumat deb e'tirof qilamdiq desak, endi qanchalik Uyg'urlar bor chet elda, qanchalik Uyg'urlar ichidagi qanchalik Uyg'urlar vatan deb xizmat vatan deb orzu qilayotgan Uyg'ur bor. Shu Uyg'urlarning ichida qanchaligi ayoq ota-onamni qutqazsamli bo'ldi deyotganlar bor. Shu Uyg'urlarning ichida qanchaligi Xitoyda burunqidek yashayversak biz kunimiz yaxshi o'tayotgandi, anchalik bu yaxshi kundan qo'rqog'imiz yo'q deyotganlar bor. Degan yerga qarash to'g'ri keldi. Endi chet elga chiqib Uyg'ur xalqi deb bu Uyg'ur xalqimizning ichida to'plum har xil jo'grafiyada bo'lingan to'plum o'xshamaydi. Masalan, Amerika taraflarga ziyoli, Yapon Amerika taraflarga ziyoli deb noma'lumlar markazlashgan. Turkiya taraflarga endi o'ttir qatlamdagi xalqlarimiz markazlashgan degan hisob bo'lib qoldi. Turkiya taraflarning diniy nemisi tusi quyuqroq, boshqa taraflarda anchalik diniy tusi quyuq emas Uyg'urlar markazlashgan deb qarasak bo'ldi. Emniyet din bo'lsin, bo'lmasin, din adamninki bir odamiyligini tarbiyalash uchun u lozim. U bo'lish kerak. Ammo vatan qurish uchun nima kerak degan chog'da vatan qurish uchun odam kerak. Odamdek odam kerak. To'g'ri. Xitoy hukumatimi nimishqa bu ba'zi yapılıqlar deydiki, ya hukumat eski, Xitoy xalqi uncha eski emas deydi. Hatta Uyg'urlarmi Xitoyninki hukumat eski, Xitoy xalqi ancha eski emas deydi. Emniyat yaxshi qarasangiz, hozir shu Xitoy xalqini shu Gunchadan o'riyapti deylik, demokratik bir narsani qurdi deylik. Ammo ularninki nima desangiz, shu necha ming yildan kelib kelayotgan qulluq tuzum, qulluq ideya. Ular yana og'zida demokratiya degan bilan Jungocha demokratiyani qurdi ular. O'z vaqtida biz kommunizmchi deb turib, Jungocha kommunizm deb turib, kapitalizmdan obdan foydalangan o'xshash. Ularninki xarakteri o'zgarmaydi. Chunki DNAsi o'zgarmaydi ularninki. Shunga buni tutudan qaragan chog'da nima deymiz? Har qaysi tashkilot, har qaysi kollektiv degan ichida mengayotgan odamlar qanday deganiga qarash kerak. To'g'ri keldi. U odamlar qanday deydi, nimani orzu qiladi? Burun nima ish qilgan, qanaqaroq yo'llar bilan shu yerga kelib qoldi. Men ish qilganim nima desangiz, shu 2019-yili, shu 2019-yilgacha Uyg'urlardan chiqib bu faoliyatlarga qatnashmagan. Jiroq turgan. Biz hatto faoliyatlarga qatnashsam, inqilobchilar kirsa bo'lmaydi deb deganlar bo'lgan. Endi hozir qarasak, inqilobchilar kirsa bo'lmaydi deganlar hozir markazning ichida boshqa qilib saylanib turibdi hozir. Endi 2017-yilda shu hukumat degan yaxshi kutibdi, bizga qaysiq amal berdi ekan, o'qiganlarga aytib ishildi ekan deb shu Yapondan har xil yerdan iPhone'larni yig'ib olib, iPhone'ning qulplarini ichib shu Xitoy boshqalarga so'q qilamiz deb ketganlar. Yana qaytib kelib hozir da'voning ichida markazda o'ltiraqliq. Yana birlari qarasak, biz 2017-yil, 2012-yildan boshlab Xitoy mailini boykot qilish degan yapılıqlarga targ'ib qilayotgan endi. Nima qilsangiz, Uyg'urlarning majburiy ishga o'rgatilib, ko'chirilib ishlatilishi, Uyg'ur qulluq mahsulotlarini elishinglar, bu sizlarga jinoyat jo'b qilsizlar, Yaponiyada Xitoy mallarini boykot qilinglar deb tashviq qilib Yana bir qatam qaytib qoldim qandoq? Yuqorida Guliston Aziz xonim o'zining qarashlarini deb o'tdi. Guliston xonimning demoqchig'ini agar mustaqillik desa, bu Uyg'urlarga haqiqiy vakillik qila oladi. Agar undaq bo'lmasa, vakillik qila olmaydi degan nuqta bo'ldi. Endi shu Guliston xonim Yaponda turib, uzun mezgil faoliyat qilish jarayonida mustaqillikni eg'izdan tushagan emas. Bu yo'lda
keskin mangan. Buni biz tuvandagi video orqali hammamiz ko'rib tushunalaymiz.もう一つ足していただきたいのが、大谷さんは大変素晴らしいことを考え方を持っていまして、そもそも人間が平等だと思えないところが問題だって、確かにみんな人間が平等だと思えたらすごい素晴らしいことになるんですけども、ただ今の民主化の結果が、例えば中国全部民主主義になりました。でも今の地図のまんまっていうのはありえないんですね。まずイギリスが100年かけて香港を民主主義の地域にして、アジアですごい強い経済圏まで成長させてあげて、でも返還されて25年経たないうちにこのありさまなので、そもそもその中国共産党の一体独裁制で中国人が長く支配下に置かれたから、その思想自体、民主主義っていう受け入れる身につく、そして他人にも自分と対等の価値と尊重を与えるような心に余裕がない状態なんですね。だからその短期間で中国民主主義になりましたって言ったら、また同じどっかで独裁主義が生まれて、その以前の中国になりかねないので、私たちはもうこれ以上の不幸な世界ありますか？自分たちの親戚の収束がわからない、内臓売買されてる、無差別で殺されてしまってる、薬の実験台にされてしまってる、これだけのひどい仕打ちを受けながら笑ってまた中国人と一緒に国を愛して同じアイデンティティを持って生活しますというのはありえないんですね。それは亡くなった私たちの同胞に私たちが顔を向けることはできなくなってしまいます。だから私たちは東トルキスタン人だ、東トルキスタンを再度再建するために戦うんだというのが我々ウイグル人集団の戦いの目的なんですね。もちろん大谷さんの中国を民主主義に変えますというのを尊重します。それはあくまでも中国人漢族で民主主義になっていただければ、この世界にも良い影響を与えますし、それは私たちも尊重する問題ですね。ただ我々チベット、ウイグル、モンゴルに対しては、私たち自分で決めたいのが独立したい。だから私たち独立するんだっていう意識を持ってこれやってるんですね。そうじゃなければ、こういう殺される覚悟で、自分たちの家族が捕まれる覚悟で、反国家転覆罪という罪人のレッテルを貼れた状態で、こういう危険なところに飛び込まないんですね。どうせ私たちには独立しかないというところまで来てるから、そうさせてしまったから、私たちはもう独立するしかない。中国人の民主主義の集団はよく頑張って中国自体を民主主義にしていいんだけど、でもそのテリトリーの地図の中にはウイグルとチベットはモンゴルはないよっていうことを強くメッセージとして発信していきたいと思います。Rahmat. Bu videoda gerçi yapınca Gülistan Hanım yapın sözgen bilen bunun İngilizce xeti çıkıp duruyordu. Hemmimiz görüp düşünelaymiz. Bu videonunki asaslık mazmunu meyli Xitay demokratiya bolsun bolmasın bizning birdan bir mangadigan yo'limiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Buni nihoyat ochiq hammalarning oldida degan biz ishimiz Gülistan Hanım haqiqiy millatchi, haqiqiy Uyg'urning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan bir jangchi. Eng oxirgi bir savolimiz endi vaqt munosabati bilan biz shu yaponliklardan, siz Yaponda uzun turdingiz, faoliyatlarni qildingiz, partiyaga qatnashdingiz. Yaponliklardan nimani o'rganishimiz kerak? Bularning ro'yidan qanday bir narsani o'rganishimiz kerak? Yaponlarning ro'yidan biz o'rganadigan narsalar biroz jiq. Bular nima desangiz, masalan, nima deymiz, bir ishni qilamiz desak, bularga chin yuragidan butun kuchi bilan qilgan yer bor-da. Bizdagi qilgan qiyofatga kirib oladigan ishlar yo'q, ancha yo'q. Qilgan qiyofatga kirib oladigan, yoki bo'lmasa birisining birisi oladigan, yoki bo'lmasa birisining qilgan ajrini birisi qilib nol qilib o'tadigan degandek nachar illatlar ancha bak yo'q yaponliklarda. Biz buni o'rganishimiz kerak. Endi yana birisiga g'oyang nima? Maqsading nima, nishoning nima? Demak, sen shu maqsad uchun nima qilding? Masalan, bizning vatan qurish, mustaqil bo'lamiz, yoki bo'lmasa kishilik huquqni asliga keltiramiz. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Kim bilan qilishimiz kerak?
Bizga qanchalik odam lozim. Bizning vatanimiz shu Yaponiyaning butun yer maydonining to'rttasiga to'g'ri kelgan bir cho'ng davlat aslida. Bu davlatning qadrini ba'zi Uyg'urlarimiz biliklik, ba'zi Uyg'urlarimiz bilmaslik, bilmaydi. Bilmeglik, shu bo'yicha ketaveriklik, o'zim yaxshi yozsam bo'ldi, meni chaqmagan yillar 1000 yil yozsin degan yo'lda ketiklik. Ammo Uyg'ur masalasi deganga kelgan chog'da buni Chin yurtidan chiqib qilgan insonlar dedim-ku abayqidagi hukumat qurish uchun odam lozim. Davlat qurish uchun odam lozim. Shu davlatni qurgan odam qanday bo'lsa, shu davlatda shu xil puti ketib qoldi-da. Xitoylar askar o'g'ashqa ularning davlati butun dunyoga nisbatan hozir ta'kid bo'ladi. Demek Xitoylarning o'zininki nemisi milliy odamiylikdagi masala bu bir cho'ng. Demek bizda ham agar mushtaq Xitoyparast, Xitoyga yonbosadigan, o'zining Xitoy taraf turib Uyg'urni izladiganlar yana hukumatning beshiga chiqib olib yoki tashkilotlarning beshiga chiqib olsa, o'xshab yana Uyg'urni ezib ular Uyg'urni ezishdan, Uyg'urni dafsan qilishdan, Uyg'urni bo'za qilishdan xijillik his qilmaydi unda odamlar. Demek bu Uyg'ur masalasiga olish deganda birinchi bo'lib haqqoniyat tuyg'usi bo'lishi kerak. Haqqoniyat tuyg'usi bo'lg'achqa, mush yapılıqlar amaliyotda biz bilan tashqi munosabatda. Bir foydasimi yo'q Uyg'ur uchun kunda namoyish qilishqisi berib, kunda chiqadigan yoki bo'lmasa u yerga bu yerga o'zining yanchiqdan pul chiqarib, obskuralarni qilib berib, qatnashib kelgan. Ularning unda hech qanday bir majburiyatim yo'q. Ammo bularda nima bo'lsangiz, ularda bir haqqoniyat tuyg'usi bo'lg'achqa, mush Xitoy, mush bir Uyg'ur degan millatni bundaq asli bo'lmaydi. Bu bir hech qanday bir odamiylikka uyg'un kelmaydi degan bir haqqoniyat tuyg'usi bo'lg'achqa bularda o'zining yanchiqidan pul chiqarib to'xtamay Uyg'urlarga bo'layotgan zulmni anlatayotgan yapılıqlar bor. Uni Uyg'urlar o'zimizni qilaqliq emas. Her kuni bir bekatga berib o'zi ishdan tushganda bir necha tashviqot barqini taqib o'tib ketadiganlar bor. Mush faoliyat qilishga vaqtimda mush Uyg'ur masalasini shu bir chetalik yapılık bo'lgan chetalik anlatdi ekan deb anglab kelib o'z ixtiyorligi bilan shu tashviqotlarni varqini taqib, tashviqot rasmlarini chaplab hech qanaqa haqqa elinmagan, hech qanaqa hech kim haq bermadi uningga. Ammo qildi. Meniki mush bo'lsin kuchim yetgan, mush bo'lsin yordamlashay. Bu deb o'zligidan ziyon tasimi, vaqt kesimi, kuch kesimi shuni qilma, mushunga yordam qilsam bo'lmaydi meniki. Haqqoniyat tuyg'um menga buni yo'l qo'ymaydi. Bundaq Xitoyning yo'lsizligiga biz qarab tursak bo'lmaydi degan ideya bor yapılıqlar butun kuchini qilyapti. Qilib kelgan. Qilayotganlar bor. Hattoki 10 necha yil uzluksiz hech qanday maosh bermasingizmi, o'sha Uyg'ur jamiyatining ishini qilib bekorlik qilayotgan yapılıqlar bor. Emniyet davlat qurilsa uningga bizning davlatimiz qachon qurildi, uni biz bilmaymiz. Bizning tirishchiligimizga bog'liq, ammo biz bilmaymiz. Ammo uning hech kim davlat qurilsa senga mandaq amal bermay yoki senga mandaq maosh bermay deb va'da qiliq emas. Faqat nima desangiz, o'zining ichidagi haqqoniyat tuyg'usi bo'lg'achqa bu Uyg'urlarni bundaq yo'q qilib ketishiga biz ko'z yumsak bo'lmaydi. Bir yapon davlati, yapon millati bo'lishimiz bilan bundaq yo'lsizlikqa biz qarshi turmasak bo'lmaydi degan bir ishonch, bir tuyg'uning ichida, aqidaning ichida bular qilayotganlar yapon. Biz shuningdan o'rganishimiz kerak. Bu vatan bizning vatan, biz qilmasak kim qildi? Yaponlar qilib turadigan yerda biz jim o'tirsak qanday qildi degan tuyg'u o'zini Uyg'ur hisoblagan insonlarni bo'lish kerak. Bu muhim. Biz bu yapılgan shu tarafidan cho'qim o'rganishimiz. Ana yana birsi, qancha o'shib ketsami, bo'pti, umuman bir ishga yaraydigan bir inson bo'lganligi uchun bo'ptilar deb ko'zini bir yumbatadigan yeri bor. Masalan, shunday ziddiyatlar bo'lsa-mu, orasida ziddiyat bo'lsa-mu, umuman bir nishon maqsad uchun tirishgan bir inson bo'lgandan keyin bo'ptilar deb ko'zini yumib uningga ziyankash qilgan putini putuga palcha yapadigan ishlarni qilmaydi ekan yapılıqlarning o'zi. Nima desa, unda qilish bir nima deymiz, unda qilishning o'zi bir insonlikning xarakteri to'g'ri kelmaydi. Men shu qasam mayliligi u boshqalarga bir cho'qim boshqa yerda bir yordam qilayotgan bo'lishi mumkin. Boshqalarning bir hojatiga dardiga darmon bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shunga meniki uni men o'shaligim uchunlar uni butun tatbiq qilish huquqim yo'q deb beradigan yapılıqlarmi bor. Bu yana biz o'rganishimizga arziydi, ammo buniki yana bir xatar tarafi bor. Bu nima desangiz, mushu xil odamiylik tuyg'usi sababidan
Xitoylarniki kundan kuniga mana shu yaponliklarniki nima deymiz sömürgüsü bu qilishning sababchisi bo'layotgan yeri borda. Yaponlar o'zimi Xitoyninki o'zining eng chong dushman ekanligini haqiqiy tunib yetiklik emas. Nurg'un xalqlari Yaponniki eng muhim taratqu vositalarini birinchi Xitoy bilan Koreyaliklar, Chosenliklar besib olgan bular monopol qilib olgan. Shunga haqiqiy xabar uchurlar Yapon xalqiga yetib berish nimasi uchun nurg'un to'saqlar bor. Yetib bormaydi. Bevosita yetib berish ehtimoli bak tuvan. Shunga biz nurg'un yil Tibetlar qilib, Uyg'urlar qilib, Mo'ng'ullar qilib, Yaponliklarga butunlay Xitoy sizlarning haqiqiy dushmaninglar, Xitoy besib olmoqchi sizlarni degan ko'z qarash tunishga akilib bo'lamidik. Bizni besib oldi, bizga qanday ortiqlar qildi deganlarni bir qism bilan o'yg'ildik, bir qism bilan yetkazaldik, ammo butun umum xalqqa degan kelganda yetib bo'lmaydi. Buning uchun qilgan ishimiz bor. Buni qilsak nimaga foyda desak, shu Xitoyninki taxtining ulug'dan bir xishni evatgan bo'lamiz. Xitoyning ko'mirilib tushishining suratini biroz o'simi tizlatgan bo'lamiz. Biz bevosita atom bombasi Xitoyga qartib atamagandan keyin qo'limizdan kelganini shunchaki bo'lsa-mu chuqur qilishimiz kerak. Qilmaymiz deydigan bir yo'l yo'q bizga. Uyg'ur desak. Siz Yaponda nurg'un faoliyatlarni qildingiz. Xitoyninki nacharligini Yaponga olay ofat ekanligini yaponliklarga tunishtirdingiz. Sizga ko'p rahmat. Endi bizning donliq shoirimiz Xo'ja Muhammadning shundoq bir gapi bor, vatan erning ispiti deb. Asli biz bu ispitimizni oqlash uchun qattiq kurash qilishimiz kerak. Bu bizning majburiyatimiz erkaklarninki. Lekin ayollarga nurg'un besim tushyapti hozir. Nurg'un majburiyat ayollarga kelyapti. Sizdek Uyg'urlarning mustaqillik uchun jon fido qilayotgan ayollarimizga ko'p rahmat. Mustaqillik yo'lida mengish vatani mustamlika bo'lgan xalq irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan, irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan, inson tarixida ko'rilib boqmagan, inson qalbidan chiqqan haqoratga uchrayotgan Sharqiy Turkiston xalqi uchun birdan bir qutulish yo'li, mustaqillik. Siz shunday dedingiz, faqatla mustaqillik yo'lida mengish biz uchun birdan bir qutulish yo'li. Bu yo'ldan tinish, vijdonidan tanganlik, insonlik burchidan, insonlik qadr-qimmatidan tanganlik. Chunki insonga insoncha muomala qilmagan, insonlikdan tangan tajovuzchi Xitoy bilan hamkorlashishni izlash normal insoniy nuqtadan emasdir. Hech qanday o'tir yo'l biz qabul qilgan yo'l emas. Haqorat yuyilish kerak, zimin poklanish kerak. Xuddi Farad Tursun degandek, bizni barpo qilgan bu zimin tajovuzchilarni mangu qo'yniga olmaydi. Uning bag'ri faqat Sharqiy Turkiston fuqarosi uchundir. Biz vatanimizning, davlatimizning mustaqilligi uchun bir umr kurash qilishimiz kerak. Bugun Guliston xonimga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimliq programmamiz yana to'g'rida e'lon bo'ldi. Hammanglarningki mushunga diqqat qilishingizni so'raymiz. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xo'sh. Ko'p rahmat. Rahmat.